Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz yana bir juft kataya suvli sizlarga ilinib video qilib tashlab qo'yay dedim. Razmerlari kelsak 1.75 dan bo'yi 92 cm, yonlari 1 metrdan bo'ldi. Har bir xonasi. Bir juft kataya tayyorladik. Fanerimiz o'sha qalinligi 1 cm faner. Adongilik qultug'on joylari buni shotidan chiqilaveradi. Karmoshkasi, qo'llari ham, mana orasi ochiq qo'llarni ham. Endi bunisi sal ideyasi o'zgarishroq. Tomini 2 bo'lak qilib ajratdik. Oldi ichariga qo'ydik, shuna qilib. Buni ham o'sha shotisi bor, qumdoni bor. Ham bu yerda mana qum olgan joyi mavjud. Har doim yashigini qo'yilgan, zinapas qilingan. Tashqaridan kelib xullas qumni olib ketaveradi. Ikkalasida ham shunaqa funksiyasi bor. Shuni eshiklarni ham rosa ham katta qildi, ya'ni bemalol navbada kirish kerak bo'lsa kirilaveradi ichiga. Bola chaqa ham. Mana kattagina eshik bo'ldi. Buni ham eshik xuddi shunaqa. Adresimiz o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshqo'rg'on qishloq Shabboda 108 90 536 06 11 93 536 06 31 100 raqamimiz. Narxchi ideyalarga jupini 1,5 million so'mga berilaveradi. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.